Ushbu videodagi qizcha Alisa Roz bir o'pishdan keyin yuzaga kelgan og'ir nevrolog kasallikdan vafot etdi. U tug'ilganda mutlaqo sog'lom edi. 36 soat ichida uning qarindoshlari o'pdi, tabriklashdi va bir o'pich uning taqdirini hal qildi. Alisaning harorati ko'tarilib, nafas olishi og'irlashdi. Shifokorlar avvaliga sepsis deb o'ylashdi, ammo unda gerpetik ensefalit edi. Gerpes virusi ko'pchilikka og'iz atrofida toshadigan uchuq sifatida tanilgan. Gerpes virusi orqali uning butun miyasi, asab tizimlari zararlandi va qaytmas o'zgarishlarga olib keldi. Onaning ko'z o'ngida chaqaloq vafot etdi. Yangi tug'ilgan chaqaloqlarda mustahkam immunitet bo'lmaganligi sababli ular bu virus bilan kurasha olishmaydi. Ota-onalar, bobo-buvilar, gerpes virusi sizda faollashmagan holda bo'lsa, ya'ni toshma bo'lmasa ham organizmda yashirin holda bo'lishi mumkin va bu esa chaqaloqlarga yuqishi mumkin. Chaqaloq bilan muloqotga kirishdan oldin qo'llaringizni yuving, o'pishdan saqlaning va hattoki ovqat chaynab berishdan ham saqlaning. Chaqaloq hayotining xavfsizligi sizning ehtiyot chorangizga bog'liq. Yuqoridagi videoda ushbu holat kuzatilgan yana bir qizaloq. Misol keltiradigan bo'lsak, bunday holatlar juda ham ko'p. Ushbu videoni yaqinda farzandli bo'lgan tanishlaringizga yuborib qo'ying va farzandlaringizni ehtiyot qiling.